Bugun Central Asian University'da matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda SU Hospital qurilishi boshlangani e'lon qilindi. Mazkur shifoxona mintaqadagi eng yirik tibbiyot markazlaridan biri bo'lib, u dunyodagi nufuzli muassasa Cleveland Clinic bilan hamkorlikda barpo etilmoqda. My pleasure to be here. O'zbekistonda, ayniqsa Central Asian University bilan birga bo'lish men uchun katta sharafdir. Bu biz uchun juda muhim, chunki bu Markaziy Osiyodagi birinchi hamkorligimiz. Bizda boshqa bunday hamkorlik yo'q. Shu sababli biz buni boshlashdan juda xursandmiz. Ayniqsa bu holda biz 0 nuqtadan boshlayotgan aloqamiz. Chunki hali shifoxona qurilgani yo'q va biz bu jarayonda ishtirok etmoqdamiz. Shu sababli biz juda katta imtiyozga egamiz. Hamda bu bilan biz juda faxrlanamiz va umid qilamizki, ushbu hamkorlik ko'p yillar mobaynida davom etadi. This will continue for many years. It's a real pleasure that HKS Architects and myself HKS Architects va men Cleveland klinikasi bilan hamkorlikda yangi Central Asian University shifoxonasining loyihasiga rahbarlik qilayotganimdan juda xursandman. Biz global miqyosda mashhur bo'lgan yangi tibbiyot muassasasi, yangi shifoxona yaratishni maqsad qilganmiz. Biz London va Amerika ofislarimiz bilan o'zaro hamkorlik qilib, butun tajribamizni O'zbekistonning Toshkent shahridagi ushbu yangi shifoxonaga olib kelmoqdamiz. in Tashkent, Uzbekistan. O'zbekistonda tibbiyotni bir necha qadam oldinga olib chiqish maqsadida dunyoda ikkinchi o'rinda turadigan Cleveland Clinic bilan shartnoma imzolandi va yangi klinikamiz qurilishiga start berildi. Bu loyiha nafaqat texnologik, balki bemorlarning xizmat darajasini ham yuqori darajaga olib chiqadi. O'zbekistonda tibbiy turizm rivojlanayotganini hisobga olgan holda ushbu brend nafaqat O'rta Osiyoda, balki dunyoda taniqli bo'lgani uchun yil davomida ham ko'plab ya'ni O'rta Osiyo davlatlaridan patsientlar, ya'ni bemorlarni taklif qilish reja qilganmiz.